Assalomu alaykum do'stlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizni uzatib, like bosib, podpiskani bosinglar. Kimgadir manfaat, videomiz manfaat tegsa, biz ham xursand bo'lamiz. Sizlarga bugun bir ajoyib narsani nima qilaman. Bir paytlar chinor operatsiyalari bo'lgan, quva chinor bo'yicha juda mashhur bo'lgan. Respublikamizda juda ko'p bag'i Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istongacha eksport qilingan bizda chinorlar. Hozirgi mana Farg'onadagi juda ko'p joydagi katta Toshkentdagi chinorlar hammasi mana shu quvadan chiqqan. Juda ko'pchilik oxirida qamalib ham ketgan, boshqa ham bo'lgan. Endi biz buni obsujdat qilish uchun qilmayapmiz. Mana hozir kimgadir juda uzoq yashaydi, bilasizlar, chinor 100 yildan oshiq yashaydi. Chinor ko'chatlarida obzorini qilamiz. Sensalari bor. Buni olib borib eksangiz, buni bemalol sotuvga qo'ysangiz bo'ladi. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Quva tumanida. Mana chinor ko'chatlari qaranglar qancha ko'p. Sensasi deydi mana shu. Buni olib borib turib ekasizlar, keyin katta qilib turib sotasizlar. Buni tadbirkorlarni ham jalb qilamiz. Mabodo dehqonlarning ichida tadbirkorlik qilmoqchi bo'layotganlar, do'stlarga ulashadiganlar bu videoni maksimal tarqatinglar. Biz dehqonlarning narsalari ham nima bo'lsin. Mana ko'ringlar, holatlarini ko'ringlar do'stlar, mana ko'ringlar. Telefonimiz o'sha 91 679 23 02. Telefon qilaverasizlar do'stlar. Juda bir baklarim to'kib bo'lgan. Kimga chinor sensasini ekib ko'paytirib narxlari qiziq bo'lsa, nimada telefon raqamimiz, yana qo'shimcha telefon raqam qoldiramiz. Plus raqamini yozib qo'ysalaring izohlarda. Kimda, qayerda, qanday chinor, qanday daraxtlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Videomizni do'stlaringizga chinor oqtarib yurgan, sensa oqtarib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.